Assalomu alaykum, aziz musofirlar. Meni bu murojaatim hamma Rossiyada yurgan musofirlar nomidan O'zbekistondagi blogerlarimizga. Akalar, opa-singillar, to'g'ri tushuninglar-da bitta narsani. Ko'pchilik vahima qilib aytayapti, "Shu Rossiyadan qaytinglar, Rossiyada urush bo'lyapti, Rossiyada farzandinglar u bo'ladi, hindlar keldi, u bo'ldi, bu bo'ldi." Хорошо, xo'p, qaytamiz O'zbekistonga. Lekin qayerda yozilgan? Rossiya ruslarniki, O'zbekistonda o'zbeklar faqat yashash kerak deb. Mana Rossiyada urush boshlandi. Qancha ruslar nimaga O'zbekistonga, Toshkentga ko'chib borishdi. Qirg'iziston, Tojikistonlarga ko'chib bordi. Yashayapti farzandlari bilan urushdan qochishib. Lekin biz o'zbeklar bu yerda Rossiyada yurganimiz bilan biz hech kim urushga chaqirayotgani yo'q. Hech kim bizni urushga olib ketayotgani yo'q. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi blogerlar bu narsani noto'g'ri targ'ib qilib tarqatmanglar. Hech qachon hech qaysi o'zbekda olib ketayotgani yo'q. U videolarni prosta vahima qilish uchun qo'yapsizlar, lekin po zakonu ular surishtiradigan bo'lsa, bunga ham sizlarga statiya bor. Shuning uchun yo'q narsani gapirmanglar. Hech qaysi o'zbeklarda, mana 15 yildan beri Rossiyadaman, 4 ta farzandim bilan, Xudoga shukr. Hech qaysi o'zbeklarda o'zidan o'zi bolalarini olib ketib qolayotgani yo'q. Olib ketmaydi ham. Zakon есть закон везде. Понимаете? Вот Просто men bitta narsaga xafa bo'layotganim, Rossiyadagi masalan ersiz yurgan ayollarni gapirasizlar, yomon ish qilgani borganda, Turkiyadagi ayollarni ham gapirasizlar. Ha, xo'p, O'zbekistonga qaytamiz. Bizga oylik qilib beringlar. 10 million hatto oylik qilib bera olasizlarmi? Hozir masalan men 4 ta farzandim bor. Andijonda bitta hovlim bor xolos. 2 ta o'g'lim, 2 ta qizim bor. Qizim kontraktda o'qiydi, o'g'lim ham kontraktda o'qiydi. Kontraktda o'zi palon pul. O'zingizlar ko'ryapsizlar. O'zbekistonda nechta kontraktga o'qiganlar kerak bo'lsa, ishsiz qiynalib yuribdi. 10 million oylik menga masalan qilib bera olasizlarmi? Xo'p, masalan, o'sha paytda harakat qildim. Yer berilyapti dedi, bolalar puli beriladi dedi. Oddiy mahallaga chiqsam, mahalla komitetiga. Zato что qaynakam meni Rossiyada yurgani uchun bolalar pulini bermagan. Rosa harakat qilganman, hokimiyatlargacha borganman, bermagan. 4 ta farzandim bilan, o'rta ma'lumot diplomim bilan rosa bo'lsa O'zbekistonda 3 million oylik oladi medsestralar. Yolg'on bo'lsa o'zingizlar aytinglar. Men bu narsa bilan siyosatga aralashmoqchi emasman yoki O'zbekistonni yomon demayman. Hamma joyda mehnat qilgan, oliy ma'lumotli bo'lgan, biznesi bor odamlar yashayapti hozir. Bo'lmasam yordam beringlar bizga. Men O'zbekistonga xo'p 4 ta bolam bilan qaytib boraman. 2 ta bolamning kontrakti bor. Uy joyimga gaz, svet, suv, nalogga to'lash kerak. Uni qanday qilamiz? Oddiy mashinaga ham nalog to'latyapsizlar. Endi o'zingizlar o'ylanglar-da. Biz masalan Rossiyaga ketdik deganimiz havasdan emas, qiynalganimizda majburligimizdan yashaymiz. Otamiz o'tdi, mana bora olmadik. Zato что farzandim musofirligida ishlaganim uchun, mehnat qilishim kerakligi uchun, bolalarimning kontraktini to'lashim kerakligi uchun. Nima qilishimiz kerak? Bu narsani yomon o'ylamanglar. Halol narsa har joyda halol bo'ladi. Faqat yaxshi niyat bilan musofirlar ishlab yuribmiz. Bizga ham havas emas, qishda qish demay, qorda qor demay. Har yilda 2 martadan masalan proyeznolar oshadi. Yo'l kiralar ham qimmat, patentlar qimmat. Mana yanvardan 8000 rubl bo'ldi. U degani O'zbekistonda $100. Oson deb o'ylaysizlarmi? O'ylab gapiringlar, iltimos, bizga ham og'ir botadi. Biz ham havasdan kelib, mayerda 4 ta bolamiz bilan qiynalib, mehnat qilib yurganimiz yo'q.